Kladkani tugatdik. Sizning ishlari boshlayapti. Qo'rg'on devorlari mana bu tarafni ko'taryapmiz. Darvozaxonaning tepasini ham yopib yuborishga qaror qildik. Mana zinalarimiz bitta chiroyli faizli bo'lib qolgan. Chiqib tushishlar ham oson. Yengil. Uylarimizdan kelganda anchagina salqin bo'lib qolgan. Уже bilinyapti. Juda ko'pchiliklarga ozmi ko'pmi samleniya bo'lyapti, bunday ikkilanish. Shu xuddi shunaqa proyektda bo'lsa, biz sizga telefon nomerimni qo'yib qo'yaman. Hozir mana o'sha ikkinchi kottejni ham ozmi ko'pmi ozgina ofischa qilib olganman. Xo'p, $14,000 ga qurib beramiz. Fundament korobka holatda qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, ma'lumot olishlari mumkin. Kimga kerak bo'lsa, ko'pchilik ishonmayapti. Ishonmaganlar Andijonga nima endi bir kelib mana shu obyektlarda aylanib, obzor qilib, nima masalan o'z ko'zinglar bilan kelib diagnostika ko'rsatib kelsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar. Andijonda hammaga salom.